Bilasizlarmi, bu bolaning u yerga qanday borib qolganligi o qadar muhim emas. Muhimi yon veridan o'tib ketayotgan shuncha mashina egalarining birrov to'xtab, bolani xavfsiz yerga olish kerak degan tushuncha, hissiyot, xayol, mas'uliyat yo'qligi. Ko'ryapsizmi? Bugun qay darajaga kelib qoldik? Bir ko'chada shu qadar xavfda, xatarda turgan bolaga shu qadar bee'tibor va bepisandlarcha g'izillab o'tib ketyapmiz. Ammo hozir men gapirmoqchi bo'lgan muammo aynan bu emas. Bu kabi minglab, yuzlab bolajonlarning xatarli taqdiri haqida. Shukrki, bugun chekka hududlarda ham odamlarning o'zlari harakat qilib, xususiy yoki davlat xususiy sherikchilik asosida bog'chalar qurishyapti. Ularga munosib sharoitlar yaratishga harakat qilishyapti. Biroq men o'zim guvohi bo'lgan holatlardan biri, ularni olib kelishdagi juda katta bir masala mavjud. Ko'ring. O'sha nechta bitta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ta. 23, 24, 25, 26, 27, 28 ta. Opa bilan 29 ta, siz bilan 30 ta. Ha, qishloqchilikda sharoitdan kelib chiqibdi va har doim ham bunaqa bo'lgan yo'q-ku deyishingiz mumkin. Yo'q. Bolalar masalasi har doim eng aktual masala bo'lishi kerak. Hali ular dunyoni bu qadar ham tushunchasi bilan anglab yetgani yo'q. Ularni qalashtirib bosib olib ketaversangiz ham xursand bo'lib ketaveradi. Biroq ularning sog'ligi va hayoti jiddiy xavf ostida qolayotganligini unutmasligimiz kerak. Bugun qishloqlarimizda bu kabi yuzlab holatlarni ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun ham jiddiyroq xavf yoki falokat yuzaga kelmasligi uchun bu kabi masalani aniq nazoratga olish va tartibga solish kerak menimcha.